Tenglamalar hosilaga nisbatan yechilmagan birinchi tartibli tenglamalarda qanday ko'rinishdagi tenglamalar aytiladi? Shu katta fx y hosila teng 0 bilan y hosila barobar fx y teng. Shu ikkisi ham bir xil tenglama, lekin bularning bir farqi bor. Yine bu ikinci holatdagi y hosila barobar fx y degani bu hosilaga nisbatan yechilgan birinchi tartibli tenglama deb aytiladi. Yine bu birinchi holati sana bu katta F bilan yozilgan tenglama, 3 tenglama. Hosilaga nisbatan yechilmagan birinchi tartibli differensial tenglama deb aytiladi. Bunda demek y hosila barobar deb yozilmaydi. Y hosila aralash keladi. Shuning uchun hosilaga nisbatan yechilmagan differensial tenglama deb aytiladi. Endi yechishni bir nechta usullari bor. Tenglamani turuna qarab har xil usullarni kiritasizlar. Demak, birinchi usuli berilgan tenglamani y hosilaga nisbatan yechilgan differensial tenglama o'tamiz. Ya'ni y hosilani topamiz. Va y hosila topilgandan keyin bu tenglamamiz u biz avval o'tgan tenglamalarga o'xshash tenglamalar hosil bo'ladi va u tenglamalarni ishlaysizlar. Ikkinchisi esa y hosilani p orqali belgilash yordamida parametr kiritish usuli deb aytiladi. Ya'ni e'tibor etinglar, y hosilani p orqali belgilab olinadi. Natijada y barobar f x p ko'rinishidagi yechim kelib chiqadi. Bu holda yine bu ikinci usulda ishlaganda tenglamani umumiy yechimi oshkor yoki oshkor emas ko'rinishda bo'lmaydi. U parametrga bog'liq tenglamalar ko'rinishida ifodalanadi. Xo'p, buni endi tenglamalarni demak men bir 5-6 dana misol ishlab qo'yibman. Ana shu misollar bilan ko'rib chiqamiz. Masalan, birinchi misol x barobar y hosila ko'paytiruv sinus y hosila. Bir yerda y hosila bor, keyin sinus argumentida ham y hosila bor. Yine shu tenglama birinchi tartibli hosilaga nisbatan yechilmagan differensial tenglama deyiladi. Bu yerdan y hosilani topishning iloji yo'q. Shuning uchun bu tenglamani ishlaganda biza parametr kiritish usulidan foydalanamiz. Ya'ni y hosilani p orqali belgilab olamiz. Va y hosila o'rniga p ni qo'ysak x barobar p ko'paytiruv sinus p. Bu yerda p deganimiz parametr demak ixtiyoriy haqiqiy son bo'ladi bu yerda. Ana endi şöyle y hosilani o'rnina demak dy taqsim dx deb yozadigan bo'lsak, o'shadan dx ni topsak dy taqsim p ga teng bo'ladi. Dx degani dy taqsim p. Endi biz yana bu y hosil o'rnina p qo'ygandagi hosil bo'lgan x teng p ko'paytiruv sinus p degan tenglikni har ikki tomonini differensiallaymiz. Dx barobar differensial p ko'paytiruv sinus p. Natijada p hosila yine bu ko'paytmani differensial, ya'ni birinchini hosilasi ikkinchini o'zi plus birinchini o'zi ikkinchini hosilasi. Ya'ni p hosila ko'paytiruv sinus p plus p ko'paytiruv sinus p hosila dp. Demek tenglamamiz mana bu ko'rinishga o'tadi. Dx barobar sinus p plus p ko'paytiruv kosinus p dp. Ana endi dx ni o'rniga dy taqsim p ni qo'ysak, dy taqsim p barobar p ko'paytiruv kosinus p plus sinus p dp. P ni tenglikni o'ng tomonini ko'paytirib o'tkazsak, dy barobar p kvadrat kosinus p plus p sinus p dp. Endi tenglamani har ikki tomonini integrallab beramiz. Integral dy barobar integral p kvadrat kosinus p plus p sinus p dp. Integral dy differensial bilan integral qisqarib ketib y ni o'zi hosil bo'ladi. Mana bu o'ng tomonni esa integrallash uchun demak uni soddalashtirib, shakl almashtirib to'liq hosilaga keltiramiz. Ya'ni bu yerda ko'paytmani hosilasini keltiramiz. Demek yine p plus sinus p degani 2p sinus p minus p sinus p keyin plus kosinus p minus kosinus p desem demek
Mana bu birinchi bilan ikkinchi ifoda p kvadrat ko'paytiruv kosinus pni hosilasini beradi. Uchinchi bilan to'rtinchi ifoda esa p ko'paytiruv kosinus pni hosilasini beradi. Oxirgi ifodamiz esa sinus pni hosilasini beradi. Natijada ifodamiz umumiy differensial içine girib ketadi. Ya'ni integral differensial p kvadrat kosinus p plus p kosinus p minus sinus p. Ana endi differensial bilan integrallar qisqarib ketadi-da, y barobar bu anda esa shu differensialning ichida ifoda qoladi, plus konstanta qo'shib qo'yamiz. Natijada tenglamani umumiy yechimi keladi. Umumiy yechim esa parametre bog'liq bo'lgan funksiya yoki parametrik tenglama hosil bo'ladi. X barobar p sinus p, y barobar p kvadrat kosinus p plus p ko'paytiruv kosinus p minus sinus p plus s. Mana bu yerda tenglamani yechimi kelib chiqdi. Ikkinchi tenglamamiz, ikkinchi misol. Demak, y hosilani kvadrati minus y kvadrat teng 0. Ushbu tenglamani yeching. Demak, endi bu tenglamadan y hosilani topish mumkin. Y kvadratni bana plus etib o'tkazamiz. Keyin kvadrat bo'lgancha ildizdan chiqarib beramiz. Y hosila barobar plus minus y. Ana endi bu hosil bo'lgan tenglamamiz o'zgaruvchilarga ajraladigan oddiy differensial tenglama. Y hosila o'rniga dy taqsim dx qo'yamiz. Dy taqsim dx barobar plus minus y. Dx ni demak tenglikni o'ng tomonini ko'paytirsak, y ni bo'lib o'tib o'tkazsak, dy taqsim y barobar plus minus dx. Ikki tarafni ham integrallab beramiz. Integral dy taqsim y barobar plus minus integral dx. Mana bu integrallarni soddalashtiradigan bo'lsak, dy taqsim y ni integrali ln y ekan. Plus minus integral dx'imiz esa plus minus x plus s qo'shiladi. Shundan y topsak y daraja bo'lib mana o'tadi. Natijada y barobar y darajasi plus minus x plus s. Mana bu s'ni ln s ko'rinishda yozadigan bo'lsam, mana bu y bilan ln qisqarib ketadidan s oldina ko'paytiruv bo'lib tushadi. S ko'paytiruv y darajasi plus minus x. Natijada tenglama ikkita tenglama funksiyaga ajraldi. Y barobar s ko'paytiruv y daraja x yoki y barobar s ko'paytiruv y daraja minus x. Mana shu ikkita funksiyamiz ham tenglamani umumiy yechimi bo'ladi. Uchinchi misol. Ushbu y hosila plus 1 ning kaos kubi barobar 27 ko'paytiruv x plus y ning kaos kvadrat. Tenglamani yeching. Demak, bu tenglamani ishlash uchun avval biz x plus y ni t orqali belgilab olamiz. Keyin buni ikki tarafidan hosil oladigan bo'lsam, x plus y hosilasi barobar t ning hosilasi. Shunda t hosila barobar x hosilasi 1 dan y hosilani o'zi yoziladi. Chunki y noma'lum funksiya bu yerda, y undan hosil olib bo'lmaydi. Y hosilani o'zi turaveradi. Ana endi tenglamadagi y hosila plus 1 ni o'rniga t hosila qo'yamiz. Natijada t hosilaning kubi barobar 27. X plus y o'rnina t ni qo'ysa t kvadrat. Va bu yerdan t hosilani topamiz. Ya'ni bu yerda kub turgani uchun kub ildizosti bo'ladi. Har ikki tomonda, demak t hosila barobar 3 kub ildizosti t kvadrat. Natijada bu tenglamamiz o'zgaruvchilarga ajraladigan differensial tenglama bo'ldi. Ana endi t hosilani demak dt taqsim dx orqali belgilab olamiz. Dt taqsim dx barobar 3 kub ildizosti t kvadrat. Kub ildizosti t kvadrat demak dt bana bo'luv bo'lib o'tadi, dx ko'paytiruv bo'lib o'tadi. Dt taqsim t ning 2 taqsim 3 darajasi barobar 3 dx. Endi buni har ikki tomonni integrallab bersak, integral t ning minus 2 taqsim 3 dt barobar integral 3 dx. Demak, bu integrallarni soddalashtirib hisoblasak, demak bizda mana bu hisoblash qoidasi 3 t ning 1 taqsim 3 barobar 3x plus s. Mana bu 3 ga bo'lib beramiz. Tenglikni har ikki tomonni 3 ga bo'lsak.
Demek t'ni 1 taqsim 3-sidan kub ilzosti t bo'ladi barobar 3 qisqarib ketib x plus s taqsim 3 oladi. S taqsim 3 ni s orqali belgilab qo'yishimiz mumkin. Chunki ixtiyoriy haqiqiy son. Kub ilzosi t barobar x plus s. Ana endi t ni o'rniga x plus y qo'yamiz. Kub ilzosi x plus y barobar x plus s bo'ladi va buni ikki tarafini kubi oshiramiz. X plus y barobar x plus s'ning cos kubi. Bu yerdan y topamiz. X bana minus bo'lib o'tadi. Natijada oshkor ko'rinishdagi y barobar x plus s'ning kubi minus x degan funksiyamiz berilgan mana bu tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi. Keyingi tenglama o'tamiz. 4-misol. Ushbu y kvadrat ko'paytiruv y hosilani kvadrat plus 1 barobar 1 tenglamani yeching. Demek bu tenglamani ishlash uchun y hosilani topishimiz kerak. Buning uchun y kvadrat bölü bo'lib o'tadi. Demek y hosilani kvadrat plus 1 barobar 1 taqsim y kvadrat 1 minus bo'lib o'tadi o'ng tarafga. Y hosilani kvadrati barobar 1 taqsim y kvadrat minus 1 ve bu yerden 1'e mahraj beramiz y kvadratdan 1 minus y kvadrat taqsim y kvadrat y hosilan kvadratidan ildiz chiqarib bersam y hosila barobar ilzosida 1 minus y kvadrat taqsim y kvadrat bo'ladi. Y hosila o'rniga dy taqsim dx deb yozamiz va natijada o'zgaruvchilar ajraladigan tenglama dx ni o'ng tomoni ko'paytirsak, chap tomondagi ifodani bo'lib ochib o'tkazsak, y taqsim ilzosida 1 minus y kvadrat dy barobar dx. Endi har ikki tomonni integrallab beramiz. Integral y taqsim ilzosida 1 minus y kvadrat dy barobar integral dx. Ana endi buni integralini hisoblasak, natijada shuningdek funksiya kelib chiqadi. Ya'ni tenglamani umumiy yechimi ilzosida 1 minus y kvadrat plus x teng s. Keyingi misol o'tamiz. 5-misol. X ko'paytiruv y hosilani kvadrati barobar y tenglamani yeching. Bu tenglamani ishlash uchun ham y hosilani topamiz bu yerdan. Y hosilani topish uchun x bana bölü bo'lib o'tadi. Y hosilani kvadrati barobar y taqsim x va kvadrat bo'lgancha ildizdan chiqaramiz. Y hosila barobar plus minus ilzostida y taqsim x. Buni endi y hosilani o'rniga dy taqsim dx qo'ysak, bu o'zgaruvchilarga ajraladigan tenglama bo'ladi. Demak, dx ni o'ng tomoni ko'paytiruv qilib o'tkazsam, ilzosida y chap tomoni bölü bo'lib o'tsa, dy taqsim ilzosida y barobar plus minus dx taqsim ilzosida x bo'ladi. Va endi buni har ikki tomonni integrallab bersak, integrallarini hisoblasak, 2 ilzosida y barobar plus minus 2 ilzosida x plus s va bu yerdan y topamiz. Mana bu 2 ga bo'lib bersak, ilzosida y barobar plus minus ilzosida x plus s. Keyin kvadratni oshirib beramiz. Y barobar plus minus ilzosida x plus s'ning cos kvadrati. Bu yerda cos kvadrat bo'lgani uchun cosni ichida minus ta'sir qildirishimiz mumkin. Y barobar ilzosida x plus minus s. Mana shu plus minus s'ni o'zini o'zgarmas konstanta son bo'lgani uchun bu любой bir demak sarkal belgilab yozish mumkin. Plus minusni ahamiyati bo'lmay qoladi bu yerda. Natijada funksiyamiz y barobar ilzosida x plus s'ning cos kvadrati bo'ladi. Bu hosil bo'lgan oshkor ko'rinishdagi funksiyamiz berilgan differensial tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi. Endi keyingi misol o'tamiz. 6-misol. Ushbu tenglamani yeching. X barobar y hosilani kubi plus y hosila. Demak, endi bu tenglamada y hosilani topishning iloji yo'q. Shuning uchun bu tenglamani yechish uchun biz
yangi parametr kiritish usulidan foydalanamiz. Ya'ni y hosilani p orqali belgilab olamiz va y hosila degani dy taqsim dx bo'ladi. Biza shu yerdan dx ni topsak, dx barobar dy taqsim p ga teng. Ana endi mana bu y hosilani p orqali belgilaganimiz uchun y hosila o'rniga p ni qo'ysak, x barobar p kub plus p. Bu yerdan x topildi. Endi y topishimiz uchun mana shu ifodani har ikki tomonini differensiallab beramiz. Dx barobar p kub plus p ning differensiali barobar p kub plus p dan hosil olinadi. Ya'ni p ni kubi 3p kvadrat plus p ning hosilasi 1 ga teng dp. Demak, dx barobar 3p kvadrat plus 1 dp. Bu yerda endi dx ni o'rniga dy taqsim p ni qo'ysak, dy taqsim p barobar 3p kvadrat plus 1 dp. P ni o'ng tarafi ko'paytirib bersak, dy barobar p ko'paytiruv 3p kvadrat plus 1 dp. Mana p ni ko'paytirib beramiz qavs ichini. Dy barobar 3p kub plus p dp. Endi har ikki tomonni integrallab bersak, integral dy barobar integral 3p kub plus p dp. Dy ni integrali y oladi. 3p kubning integrali 3 taqsim 4 p to'rtinchisi plus p ni integrali esa 1 taqsim 2 p kvadrat plus s. Ana endi biz y ni ham x ni ham p orqali topdik. P bu yerda parametr bo'lgani uchun hosil bo'lgan sistemamiz parametrik funksiya yoki parametrik tenglama deyiladi. Hosil bo'lgan mana shu parametrik tenglamamiz berilgan tenglamaning, mana bu differensial tenglamaning umumiy yechimi deyiladi. 7-misol. Ushbu x ko'paytiruv y hosilaning kvadrati minus 1 barobar 2y hosila tenglamaning yechimini toping. Demak, yechish y hosil, bu yerda ham y hosilani topishning iloji yo'q. Y hosilaga nisbatan yechilgan differensial tenglamani keltirib bo'lmaydi. Shuning uchun bu tenglamani ishlash uchun biz yana parametr kiritish usuli yordamida ishlaymiz. Demak, parametr kiritganimizda y hosilani p orqali belgilab olamiz va bu yerdan y hosilani dy taqsim dx deb yozamiz. Dy taqsim dx barobar p. Shu yerdan dx topamiz. Dx topsak dy taqsim p bo'ladi. Ana endi y hosilani p orqali belgilaganimiz uchun tenglamadagi y hosila o'rniga p ni qo'yamiz. Va bu yerdan x topamiz. X barobar p kvadrat minus 1 bo'luv bo'lib o'tadi. X barobar 2p taqsim p kvadrat minus 1. Bu yerdan endi tenglikni har ikki tomonini differensiallasak, dx barobar, demak 2p taqsim p kvadrat minus 1 ning hosilasi dp. Bu yerda bo'linmadan hosil olamiz. Bo'linmani hosilasi mana bu yerda. Suratni hosilasi ko'paytiruv mahrajni o'zi minus suratni o'zi ko'paytiruv mahrajning hosilasi taqsim mahrajning cos kvadrati. Mana bu yerda yozib qo'yibman va bu hosilalarni soddalashtirsam, demak, funksiyamiz mana bu ko'rinishga o'tadi, differensial. Shunda dx barobar minus 2 p kvadrat plus 1 taqsim p kvadrat minus 1 ning cos kvadrati dp. Endi bu yerda mana bu integrallab beramiz. Integral dx minus 2 integrali shu ifoda. Dx ni o'rniga dy taqsim p ni qo'ysak, p ham tenglikni o'ng tomonini ko'paytiruv qilib o'tkazsam, dy barobar minus 2 integral p kub plus p taqsim p kvadrat minus 1 ning cos kvadrati dp. Integral dy demak differensial bilan integral qisqarib y ni o'zi chiqadi. Keyin mana bu integralni hisoblab soddalashtiradigan bo'lsak, javobi 2 taqsim p kvadrat minus 1 minus ln p kvadrat minus 1 ning moduli plus s. X'imiz esa 2p taqsim p kvadrat minus 1. Demak, hosil bo'lgan mana bu parametrik tenglamamiz yuqorida berilgan differensial tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi. Hurmatli talabalar, eshityapsizlarmi? 'Avangdamilar? 'Avangda. 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 'Avangda
Yaxshi. Qaranglar, endi men bugun demak o'rgatishim kerak bo'lgan ko'zlangan maqsadda 7 dona misolni tushuntirishim kerak edi. Hammasini tushuntirib bo'ldim. Endi sizlarga vazifa. Vazifamiz demak qaranglar, 3 kitobni gruppa tashab qo'ydim. Bugun ertalab qaranglar, yana differensial tenglamalar masala va mashqlar to'plami. Demak, avtor O'rozboyev Hayitmetov. Shu kitobdan demak bugungi mavzumizni misollarini ishlab qo'yasizlar endi. Ee, Demak, hosilaga nisbatan 11-mavzu. Hosilaga nisbatan yechilmagan birinchi tartibli differensial tenglama 44-45 betlarda berilgan. Misollar esa 46 betdan boshlab ketadi. 47-48 betdan boshlaydi ekan. 413 misoldan boshlab demak ishlab ko'rasizlar. O'shada mavzu 2-3 misolni tushuntirib ko'pman. 413 ni tushuntirdim. 414 tushuntirdim. Yana 415 ni ham tushuntirdim. Keyin bu yerda 439 bilan 440 ni ham tushuntirdim. Demak, o'zlaringiz shu yerdan xohlagan bir 30 dona misol ishlaysizlar. Va shu misollarni demak menga skanerlab lichkama tashab qo'yasizlar. Qaranglar, yana shu bir daftar tutasizlar. O'zi asli daftar tutgan bo'lishlaringiz kerak. Menimcha daftarlaringiz bor. Chunki sizlardan bir 3-4 talab bo'lgan misollarni ishlab skanerlab tashab tekshirtirdi. Yaxshi ishlaganlar, normalniy. Endi demak hamma shu ishni qilishi kerak aslında. Demak, daftarlaringizda misollarni ishlaysizlar, 30 dona misol, xohlagan misolni ishlaysizlar shu yerdan va shu ishlagan misollaringizni skanerlab chiqasizlar. Telefonda skaner programmalar bor. Men xuddi shu programma bilan skanerlab qo'ymayman. Keyin shuningdek PDF fayl etib, menga tashab qo'yasizlar lichkama. Hali yakuniy nazorat topshirmoqqa kelganlaringizda offline yakuniy nazorat. Ana shu daftarlaringizni mustaqil ish sifatida qabul qilib olib qolaman. Mustaqil ish ham beriladi. Ana shu mustaqil ishni demak ishlaganlarni e'tibor olaman yakuniy nazoratda. Shuning uchun ishlab boranglar va menga lichkama shu fayllarni tashab boranglar. Uyga vazifa tushunarlimi? Avang damla. Shu Yaxshi. 30 ham daftari yozib ichlar oxiring. Avang endi shu xohlagan birisini ishlaysizlar. Qaranglar, bu yerda ikki xil misol bor. 438 gacha bo'lgan misollarning ichida demak y hosilaga nisbatan yechilgan tenglamaga o'tib keyin differensial tenglama ishlaysizlar. 439 dan 462 gacha bo'lgan misollarning ichida esa parametr kiritish usuli yordamida ishlaysizlar. Shuning uchun birinchi qismidan biri 10-15 misol, ikkinchi qismdan biri 10-15 misol ishlaysizlar. Tamam, 30 ta bo'lish qiyinroq endi 30 tane misol ishlashlaringiz. Kamida 20 ta bo'lsin ish qilib, 20 dan kam bo'lmasin. Hamma tushundimi? Tushundik damla. Banu eshitdi, Sadullabek. Adamla tushundim. Ruslan. Tushunarli. Bo'ldi. Asa bugun darsimizni Tushundim damla. yakunlaymiz. Darsning videosini gruppa tashab qo'yaman. Xudo xolasa tushunmagan joylaringizni yana bir marta ko'rib, videosini eshitib o'rganasizlar. Asa savollar bo'lmasa dars tamom xayr. Agar misollarni ishlab bilmasangizlar, lichkama yozib so'ranglar misollarni. Tushunmagan yerlarimizni. Tushunmagan yerlaringizni shu misolni ishlab bilmay turibman, tushunmay turibman desangizlar, men shu birma-bir sizlarga shu misolni ishlab tushuntirib beraman. Kerak bo'lsa shu misolni video zapis etib ham tashlab berishim mumkin. Ishlanishini. Yaxshi damla. Mayli, Qachongacha u bo'lmasa damla? yaxshi dam olinglar. Damla qachongacha? Muddat shu keyin
Ne emas indi. Mesela keyingi dersimiz 3. gün. 3. günaça işlep tapşırsızla bo'ldi. Mhm. Yaxshi domla. Bo'ladi, yaxshi. Xo'p, xayr. Rahmat domla. Sog' bo'linglar. Yaxshi, rahmat domla. Yaxshi, sog' bo'linglar.